Hammaga xayrli kun do'stlar. Haftaning chorshanba kuni o'z ish faoliyatimizni boshladik. Hozirda bitta yosh oilaga o'z yordamimizni ko'rsatamiz. Qanday deb o'ylaysizlar? Bemorda azospermiya, eyakulyaturlar 0, Jizzax viloyatidan kelgan. Bunga sabab yoshlikda moyaklar o'z vaqtida yorug' xaltasiga tushirtirilmagan. Bemorda 6 yoshligida adashmasam, chap moyaga, 20 yoshligida 10 moyaga tushirtirilgan. Bemor moyaklar rivojlanmagan, rivojlanishdan ortda qolgan. Hozir mikroteza amaliyotini bajaramiz. Duoda bo'linglar. Allohim bu bemorimizni ham mushkulni oson qilsin va yangilik bilan ota-onaga xursandchilik bilan chiqishlikni nasib qilgan bo'lsin. Bugun do'stlar yana bitta quvonchli xabar. Bemorimizda urug'lar topildi. Bemorimizda 6 yoshligida va 20 yoshligida moyaklar o'z yorug' xaltasiga tushirilgan. Ota-ona kech qolgan tushirishga. Uylantirgan, oila qurgan, urug'lar topshirilsa, urug'lar 0 chiqqan, eyakulyaturlar bo'lmagan. Hozirda o'zini hushida, to'g'rimi do'stim? Xursandmisiz? Juda ham xursandman. O'zi ko'rib yotibdi. 2001-yil siz Jizzax viloyatidan kelgan. Sizda yaqinlarda yoki farzandingizda urologik amralak muammo bo'lsa, ertaga ushbu bemorga o'xshab farzandsizlikdan aziyat chekmasligini xohlasangiz, bizga murojaat qiling. Direktdan savollaringizni yo'llang, birma-bir javob beraman. Bugungi kunni xuddi shunday boshladik va keyingi operatsiyalarni ham davom ettiramiz.